o'chirib tashlaydi. Qaranglar. Boshdan bizda o'tgan safar aytdik, o'tgan safar strategiya uptrendda shakllanayotganini bilishimiz uchun 15 minutlik time frame ni fraktal strukturasi o'zidan oldingi break of structure qilgan bo'lishi kerak. Ya'ni boss degan break of structure, boss degani o'sha break of structure qilgan bo'lishi kerak. Bu degani smart money обязательно o'rganish kerak degan narsa emas. Ya'ni boss degandan keyin просто так o'zidan oldingi maksimumni yorgan topasizlarda, o'zlaringizni qiynayotmanglar. Keyin akalar, bizga qanaqadir mana bu zonalar bo'ladi, zonalar. Order blokmi, esnarniy zonami, biz topib qo'yamiz. Ya'ni bizlarga bu narsa nimaga kerak? Struktura pastga o'zgarayotgan payti 1 minutlik time frame ga o'tamiz. 1 minutlik time frame. Bu tomoni 15 minut time frame, bu tomoni 1 minutlik time frame. Bu tomoni 1 minutlik time frame. Impuls bo'lgandan keyin uptrendlikni bilib oldik va pastda qaytayotganini strukturasini chizib olamiz. Ya'ni trendlikni tortib olamiz. Mana shu joyda dedik. Trendlikni tortib olamiz dedik. Endi qaranglar. Bu zonadan yoki bu zonadan qaytishi mumkin. Aniq bilmaymiz. Shuning uchun struktura agar tepa mana zonadan ketayotgan bo'lsa, demak, trendlikni yoradi va zonadagi maksimum yorib tepaga ketadi. Agar ketish niyati bo'lmasa, da konsa bir-birini maksimumni yangilamaydi, pastga tushib ketaveradi. O'shanda sizdan trendlikni sekin tortib ketaverasiz. Endi akalar, biz qilayotgan ishimiz shuki, tepaga yorib o'tishsa, mana trendlikni bu tepaga ketishdan dalolat akalar. Aniq emas, lekin aniq bo'lishi uchun mana bu o'zidan oldingi maksimumni yorgan bo'lishi kerak, bunday bo'lib. O'zidan oldingi maksimumni yorgan bo'lishi kerak. Yaqinlashtiramiz. Mana change of correction bo'ldi mana bu yerda. Change of correction bo'ldi. Bu 1 minutlik time frame, bu 15 minutlik time frame. Endi akalar qiladigan ishimiz shuki, 1 minutlik time frame ni ham qanaqadir mana bunaqa esnarni zonadan topib olib, bir-birlaringizga qanaqadir oddiy tasdiqlarni ham olib olsanglar bo'ladi, lekin aktualni tepaga ketishdan dalolatli bu o'zidan oldingi maksimumni yorib qo'ygan akalar. Bitta korreksiya berib keyin tepaga qarab uchadi. Bizning qiladigan ishimiz shu ediki, mana bu bizda trend liniyani yorgan bo'lish kerak. Birinchi sabab trend liniyani yorgan bo'lish kerak. Ikkinchi sabab, ya'ni struktura change of correction qilgan bo'lish kerak. Shu joyda mana bu sham yopiladi, bitta sham, yorib o'tib yopilgan sham bo'ladi. Yorib o'tib yopilgan sham. O'sha shamni topasizlar akalar. Ya'ni ko'p bala sham bo'lishi mumkin, yorib o'tib pastga qaytmasdan oldin. Lekin shuni yorib o'tib yopildimi tanasi bilan shamni, strategiyani ishlatasizlar, Fibonacci tortib maksimumdan, ya'ni tanasidan minimumga tortasizlar. Xullas, sraz entry qilasiz, sham yopilgandan keyin Fibonacci tortasiz, stop lossni 0 ga qo'yib qo'yasiz. Birinchi garant zonamiz 1.618. Shu garant zonamizga borganda 80% bitimlaringizni, ya'ni 10 ta сделка bo'lsa 8 tasini yopasiz, 2 ta сделкangizni bez ubitka qilib mana bu joyga ko'chirib qo'yasiz, ya'ni bez ubitka qilib ko'chirib qo'yasiz, ya'ni stop loss mana bu yoqqa yechilib, bu yoqqa ko'chirib qo'yasiz. Keyin akalar, mana bu holat garantga borgandan keyin deyapman-da, garantga borgandan keyin bez ubitka qilib qo'yasizlar. Garantga borib, dalchi 2 ta сделкаларsiz qolgan, prognozga borgandan keyin full take profit yopasizlar. Full сделкani yopasizlar. Tushunarli, ha, strategiya. Bu 15 minutlik time frame, bu 1 minutlik time frame. 15 minutlikda qaysidir order block yoki bo'lmasa shunchaki esnar zonasini topib olsanglar ham, bu ham bir tasdiq bo'lishi mumkin, lekin baribir trendlikni yorib, o'zidan oldingi maksimum yorgandan keyin bu strategiyani ishlatishni boshlaysizlar. Ungacha kutib turaveringlar. Agar bu haqiqatan tepaga ketish niyati bo'lsa, bunday tepaga qarandash haqiqatan tepaga ketish niyati bo'lsa, o'zidan oldingi maksimum yoradi. Tepaga ketish niyati bo'lmasa, akalar, maksimum yangilamasdan pastga tushib, trend dalchi minimumni o'zidan oldingi mana bu 15 minut time frame ni fraktalni minimumni olib ketadi akalar. O'zidan maksimum yangilamasdan. Sizda foyda ham yo'q, zarar ham yo'q akalar, hech qanday muammo bo'lmaydi. Strukturani ishlatsanglar shunga qo'shib. Shuning uchun ham akalar, strukturaga yaxshi e'tibor beringlar shu joyda. Strategiya yaxshi ishlashi uchun. Bu 100% ishlaydi deman garantiya bermayman.
100% ishlash uchun bu 95% ishlaydi maksimum. Balki 90% ishlaydi. 100% ishlash uchun akalar har doim ehson qilaveringlar. 100% strategiya tak mana shunaqa. Endi akalar bizada bugungi aytadigan narsam shuki, bu kechagi strategiya. Bir aytib o'tib ketdim. Men aytadigan hozirgi aytmoqchi bo'lgan kulchovoy joyi oddiygina va qisqagina. Bizda mana bu yerda 0.83 va 0.21 zonamiz bor. Bu fokusni qaratadigan zona. Fokus zonamiz hisoblanadi akalar. Fokus zonamiz. Bizdan qiladigan ishimiz mana bu mana bunisini ham o'chirib qo'yadi. Qizilda xalaqit beryapti. Xullas, mana bu o'zidan oldingi maksimum yorib o'tib yopilgandan keyin qanchadir yurib turib pastga agar qaytadigan bo'lsa, ya'ni mana shu fokus zonamizga qaytadigan bo'lsa, mana shu joyda bitta tasdiq olamiz. O'sha tasdiq qanaqa bo'lishini chizib ko'rsataman. Tasdiq olib, keyin yana dalivga qilamiz bayga qarab. Garantga borgan payti 80% safe, prognozga borgan payti full take profit yopib tashlaysizlar akalar. Tushunarli-a? Hozir men aytayotgan narsa mana bu joyda qanaqa ish qilishimiz kerak. Endi akalar bu tomonga o'tkazib chizamiz hozir o'sha narsani. Qaranglar, bizda down trend holat, ya'ni shamlar pastga tushib ketish holati bor, tushib kelish holati. Shularni chizib bitta pastga tushib kelyapti. Down trendda sham. Ya'ni ana shu tushib kelish holati mana bu yerda-da. Mana bu yerda, mana bu yoqqa sekin tushib kelish shamlar. Fokus zonasiga tushib kelish. Fibonacci'ni ham tortib qo'yish shunday qilib. Shamlar pastga tushib kelishi oxirgi qizil sham qaysi bo'lishidan qat'iy nazar, oxirgi qizil shamni mana bu yerda yashil sham tepaga qarab paglashini qilish kerak bo'ladi akalar. Tepaga qarab paglashini qilish kerak. O'zidan oldingi shamni mana bu yashil sham yutib ketib, ya'ni qoplab yopilishi bu paglashini akalar. Buni bilasizlar. Paglashini degani, ya'ni buni qoidasi shuki, mana bu shamni shpilkasi bor. Bu shpilkasini o'z tanasi bilan yopgan bo'lish kerak akalar. O'z tanasi bilan yorib o'tib yopgan bo'lish kerak. O'sha shamni agar mana bunday bo'lib qolib, shpilka tepada bo'lib qolayotgan bo'lsa, bu hisob emas, paglashini emas bu. Bu paglashini emas bu. O'zi tanasi bilan yorib o'tib yopilgan bo'lish kerak. O'shanda bu haqiqiy paglashini hisoblanadi. Paglashini shunaqa, agar mana shu paglashini bo'lsa, ya'ni mana fokus zonamizga tushib, shunday paglashini bo'lgandan keyin bayga qarab yana dalivga qilasizlar akalar. Mana shu holat mana bu yerda bo'lsa, mana bu joyda bo'lsa, mana bu joyda shunday tushgandan keyin bunday qilib ko'rsatay, pastga tushib, paglashini qilsa, bayga yana dalivga qilasizlar. Mana sizlarga kulchovoy joyi shu yerda yana dalivga qilish usuli. Tushuntira oldimmi? Endi akalar bitta narsasi bor. Oxirigacha aytib ketamiz. Ya'ni mana bu paglasheniyani qoidasi bor. Ya'ni qanday? Fibonacci bitta o'chirib turaylik akalar. Qaytaramiz keyin. Mana buni finchkani chap tomonini bossanglar, va copyright bor. Bitta kopiya qilsanglar, hammasini bitta kopiya qilib beradi. O'rganib olinglar. Tak. Mana endi Fibonacci'ni tortib qo'yaylik. Xullas, buni qoidasi bor. Paglash aynan mana bu paglashinglarning qoidasi bor. Mana bular kerak emas. Faqat shuni o'ziga fokusni qaratamiz. Akalar. Ya'ni mana bu sham, bitta sham, ya'ni oxirgi qizil shamni birinchi yashil sham yorib o'tib yopilishi paglashini deyiladi va mana bu yashil shamni chizishga ham ozgina vaqt ketadi. Mana qizil sham sal uzunroq bo'lsa-da, va mana bu yashil sham yorib o'ta olmayapti bittada.
ikkinchisi shakllanadi. Yashil shamni ikkinchisi shakllanadi. Ikkinchisi shakllanadi, uchinchisi shakllanadi. Uchinchisi shakllanadi akalar. Bunday qilaylik. Uchinchisi shakllanadi. O'shanda akalar mana bu yashil shamni ikkinchisi yorib o'tsa ham paglasheni hisoblanadi. Yashil shamni ikkinchisi yorib o'tsa ham paglasheni hisoblanadi. Agar ikkinchisi yorib o'tolmasdan uchinchisi yorib o'tsa ham paglasheni hisoblanadi. Bu qoidasi akalar. Ya'ni paglasheni nechta shamgacha tasdiq bo'la olishi mumkin degan qoidasi shu. Akalar, agar mana bunday holat bo'lib qolsa, 3-sham ham yora olmadi, 4-sham yorib qo'yishi akalar. Bu уже поздно, yurib bo'ldi уже, bu tamom. Bu уже поздно. Endi ishlamaslik kerak. Bo'ldi, unutish kerak mana shu joyda. Focus zonadan enter qilishni unutish kerak. Dalivga qilishni unutish kerak. Paglasheni ikkitacha bo'ladi, ikkita, uchtacha bo'ladi. 4-si уже поздно, 4-si. 3tacha paglasheni hisoblanadi akalar. Bu paglasheni qoidasi. Endi mana bu holatda akalar, mana bu fokus zonasiga kelgan payti nima deydi? 100 dan bir 5 ta 6 martasi mana shunaqa 3 ta yorib o'tilishi mumkin, lekin qolgan foizlarda hammasi mana shunaqa bitta shamni ikkinchi sham birdan yorib o'tgan holat bo'ladi. Shunaqa holatga tushib qolsanglar nima qilish kerakligini aytib o'tdim akalar. Bitta sham yorib olmadiki, ikkinchi sham yorib olmadi. Endi nima qilamiz deb 4-sham yorib o'tgan payt уже поздно bo'ladi, yurib ketgan bo'ladi akalar, уже поздно bo'ladi. Shuning uchun o'zini qoidasi paglashenani aytib o'tdim. Endi kerakmi yo'q. O'sha payt vaqt kelganda ishlatasizlar. Lekin fokus zonasiga kelgan paytda har doim paglashena bo'lsagina dalivga bosasizlar tepaga qarab. Bo'lmasa dalivga mana bu yoqqa kelgan paytda birdan bosib tashlasanglar, bu pastga tushib ketib qolsa, ya'ni strategiyamiz anaqa minimalni risk qilgansiz. Stop loss uradi. Agar mana bu yoqqa parallatib dalivga qilib tashlasanglar, bu tepaga ketishda signal bermagan bo'lsa, mana bu pastga tushguncha ko'proq minusga ketishlaringizga sabab bo'lishi mumkin. O'shaning uchun akalar, har doim tasdiq kutinglar mana shu yerda. Tasdiq kutinglar o'shandan keyin. Keyin paglashenaning o'zini strategiyasi bor, candle strategiya bor. O'zimiz oldindan nima deydi, eski paytdan beri, oldin paytdan beri ishlatib kelamiz. O'sha strategiya bor, xudo xolasa uni ham biron kunlar ko'rsataman. Ya'ni paglashenaning o'zini strategiyasi bor, candle strategiya degan. Uni ham qachondir ko'rsataman. Xudo xolasa. Xullas, bizani fokusni qaratadigan zonada mana shu ishni qilish kerak. Mana bu strategiyani ishlatganimizdan keyin mana bu yerda qaytib kelsagina shu ishni qilamiz. Endi bitta bozordan ko'ramiz. 15 minutlik time frame'da biza 15 minutlik time frame'da biza tak bizaga 15 minutlik time frame'da biza qiladigan ishimiz shuki, mana bu yerda misol uchun fraktalniy strukturamiz mana down trendda. Fraktal strukturani yaxshi o'rganinglar. Men bitta shamni shpilkasidan tortib olyapman. Men ikkinchi shamni shpilkasidan tortib olyapman. Men yaxshi bilganim uchun tortyapman. Yo'qmasa mana internalniy strukturani ham ko'rsanglar, o'zi ko'rinib turibdi down trenddaligi. Down trendni ko'rinib turibdi, lekin fraktalniy strukturasi ham down trend. Endi bizdan qiladigan ishimiz shuki, biza mana bu yo'nalish korreksiyani ushlab olishimiz kerak. Trend pastga buzilganda bizani ochib bera olakan, bu ochib berar ekan. Xullas, bitta mana bunday qilib chizib qo'yaylik. Hozir 1 minutlik time frame'ga o'tamiz. 1 minutlik time frame'ga o'tdik. Mana akalar. O'sha joyi. Trend liniyani tortdik. Tortib qo'yganmiz. Tak, trend liniyani tortib qo'yganmiz va trend liniyani yordi. Trend liniyani yordi akalar. Trend liniyani yordi. Mana trend liniyani yorgan va fraktalniy struktura ham razvorot bo'lgan. Qayerda struktura razvorot bo'lganini hozir yaqinlashtirib ko'rsataman. Trend liniya yorgandan keyin fraktal strukturaga qaranglar, razvorot bo'lganmi yo'q. Bungacha qarashlar shart emas, chunki mana bu yoqqa nechta bitta fraktal strukturalar razvorot bo'lib kelyapti. Trend liniyani yorgandan keyin e'tibor qaratinglar fraktalniy strukturaga akalar. Endi mana bunday qilamiz. Mana pastga bitta tushdi fraktal strukturamiz.
bitta teppa, bitta pastga va bitta yana teppa impuls va ana bitta pastga tushdi akalar. Xo'sh, trendni yordi. Endi mana bu yerdagi bizda minimum mana bu emas akalar. Mana bunisini aytaman. Ko'kni o'chirib tashladik. Mana o'sha minimumni bunday qilib chizib olamiz. Fraktal strukturani yaxshilab o'rgansanglar bilasizlar, xudo xohlasa. Mana ham fraktal struktura razvorot bo'lgan, ham trendni yorgan, yorib yopilgan sham tanasi mana bu. O'sha yerdan Fibonacci'ni olamiz va maksimumga qarab mana o'sha tanasidan maksimumga qarab Fibonacci tortamiz mana akalar. Tortamiz. Mana ko'rdinglar? Zdelka ochamiz, srazi entry qilamiz selga qarab. Bu selga ozgina tushganda yana tepaga qarab harakatlangan. Keyin mana fokus zonamiz, fokusni qaratadigan zonamiz 0.21 va 0.38 zonamiz, to'g'rimi? Shu zonaga kelganda mana e'tibor beringlar. Ba'zida mayda sham bo'lib keladi, ba'zida katta sham bo'lib keladi, qizig'i yo'q. Bizda yana razvorot qilayotganini bilishimiz kerak, chunki yana mana shu yerda dalifga qilishimiz uchun yana bitta razvorot qiladigan joyini bilishimiz kerak. Ya'ni qanday? Eng oxirgi yashil sham mana bu. Bu yashil shamning shpilkasi mana bu yoqda. Mana bu yoqda manaki razvorot qiladigan joy mana shpilkasini mana ikkinchi qora sham tanasi bilan yopgan ekan. Yaqinroq ko'rsatay. Mana bu yashil shamning shpilkasini ikkinchi qora sham tanasi bilan yorib o'tib yopilgan. Mana bu yorib o'tib yopilgan joydan akalar, mana bu joydan yana dalifga qilasizlar selga qarab. Yana dalifga qilasizlar selga qarab. Agar sham kichikroq bo'lganda, mana tepada yopilgan, teparoqdan bosib tashlaydi. Paglashina qilsa bo'ldi. Bu paglashina degani akalar o'zi. Aynan mana shu joy. Nima uchun paglashina deyamiz? Ya'ni biz eng oxirgi time frame 1 minutlikga o'tiramiz u. Misol uchun 15 minutlik time framedan paglashina topsanglar, keyin 1 minutlikda o'tsanglar, mana bunaqa bo'ladi akalar. Mana bunaqa bo'ladi. Ya'ni o'zidan oldingi minimumni yorib o'tib, selga razvorot qilgan holati bo'ladi akalar. Xuddi mana shu joy. Mana chizib qo'ygan chizig'im bor, mana o'sha chizib qo'ygan chizig'im bo'ladi akalar. Bu strukturani pastga qarab razvorot qiladigan holati, ya'ni change of correction bo'ladigan joyi hisoblanadi. Endi teoriyada ko'rsatdim. Hozir boshqa time frame olib ham ko'rsataman. Shu xuddi shu narsani. Xullas tushunib oldinglarmi akalar? Mana shunaqa holatda men har doim fokus zonasiga keladi demoqchi emasman, lekin fokus zonasiga kelib turib paglashana qildim akalar. Mazza qilib zdelkani boslaydigan joylar mana shu hisoblanadi, mana. Qancha tushib ketgan? Mana shu yerda mana shu qancha ishlaychilar akalar. Bitta tepa reaksiya yana ketdi pastga, yani paglashana. Chunki bilasizlarmi, bitta korreksiya yana impuls. Korreksiya impuls ketyapti pastga. Sababi 15 minut time frame'ni fraktalning strukturasi downtrendda bo'lgani uchun. Sizlar bitta korreksiyadan kirdinglarda, zdelka ochdinglar, bo'ldi, bu baribir pastga ketyapti. Shuning uchun ko'proq foyda olib ketasizlar akalar. Tushuntira oldimmi? Ana endi aynan shu paglashana nima uchun paglashanaligini bu yoki razvorot qiladigan holatni chiroyli qilib ko'rsatib ketib, 1 minutda 15 minut time frame o'tamiz. 15 minut time frame o'tamizda bitta paglashana topamiz. Любой bitta, любой. Minimumda, maksimumda ham paglashana bor. Mana bu yerda ham bor, mana bu yerda ham bor, mana bu yerda ham bor, mana bu yerda ham bor. Bu yoqqa ham paglashana tiqillayotibdi. Mana misol uchun mana bu joyda olamiz mana. Tak, mana paglashana olamiz misol uchun. Mana bu qora shamni mana bu yorib o'tgan, to'g'rimi? Tepaga. Hozir 1 minutlik time frame ochib bersang, ish qilib. Ochib bermasa dabdala. Ochib bermagan. Yaqinroq joydan topamiz. Mana shu joylardan topib olamiz. Paglashana bor-ku. Mana o'sha joy. Bitta ona paglashana qildi. Oxirgi yashil shamni qora sham paglashana qildi. Shu joyga bitta chiziq tortib olaylik. Endi 1 minutlik o'tamiz. Hoppa manaki. Mana shu joy. Endi sal 1 minutlik o'tgan payt chizgan liniyalarimiz o'zgarib ketib qoladi.
sal e'tibor bermaysizlar. Mana akalar. Bunday qilib bitta chizib ko'rsatay. Mana. Manaki. Maksimum yangilagan, pastga tushdi, minimum yangilagan. Ko'rdinglarmi? Struktura o'zgargan. Bu danish paglishini joyi akalar. Bu degani pastga ketishdan dalolat degani. O'shaning uchun ham paglishini topasizlar bir punktliga o'tib, keyin focus time'dan enter qilasizlar-da akalar. Mana sababi nima uchunligini. Hech nimani yoshirish yo'q. Hammasini ochiqchasi aytyapti mana. Tak. Kommentariyani yoqaman. Kommentariyani yoqamiz. Xo'p, akalar, ko'rdinglar? Fikrlaringizni bildiringlar. Kimda nima savol bor? Zapisni men to'xtata qolaman. Zapisni tashlab qo'yaman.